Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan Cherry Samarqand yangi zapchast bozor. Bugun sizlar bilan Ariza 8 gibrid mashinamizni to'liq obzor qilib o'tamiz. Xo'sh do'stlar, sizlar bilan Ariza 8 gibrid avtomobilimizni tanishtirib o'tamiz. Ariza 8 gibrid avtomobilimizning oldi faralari to'liq LED bilan jihozlangan, yangicha dizaynda ishlab chiqarilgan. Hozir sizlarga motor qismlari bilan tanishtirib o'tamiz. Motor qismiga keladigan bo'lsak, 1.5 lik turbina motor bo'ladi. Mashinamiz gibrid bo'lganligi uchun ham tokka, ham benzinda harakatlanadi. 347 ta o't kuchiga ega. Polni zaryad, polni benzin bilan 1400 kilometrgacha mashinamiz harakatlanadi. Endi sizlar bilan mashinamizning tashqi ko'rinishi haqida gaplashib o'tamiz. Mashinamizning disklari 18 dyumlik diska balonlik bo'ladi. Diskalari to'liq alyuminiy bo'ladi. 4 ta disklari ham tormoznoy sistemalari disklik bo'ladi. Bularniki barabanlik emas. To'rtta eshigimiz zavodskoy 30% shumizolyatsiya bo'lgan. Undan tashqari 360 graduslik kamera, slipoy zona. Avtomobilimizning 5 kulchonli dostuplari bularniki sensorlik bo'ladi. Endi sizlar bilan avtomobilimizning salon qismi bilan tanishtirib o'tamiz. Avtomobilimiz salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi sidinalari to'liq ekokoja bilan jihozlangan, abduf, abagrev. Undan tashqari qolaversa, barlari ham katta, barlarning ichida xaldanigi bor. Torpeda, apshipka rollari kojinli bo'ladi. Rol abagriflari mavjud. Mashinamiz avtomat korobka bo'ladi. Klimat kontrol, kruz kontrol, adaptivniy kruz kontrol. Avtomobilimiz undan tashqari qolaversa, orqa sidinada ketsangiz ham shumizolyatsiyani bildirmaydi. Qancha tezlik yuqori bo'lgan bilan ichkariga shumizolyatsiya ta'sir qilmaydi. 4 ta eshigi zavodskoy 30% shumizolyatsiya bo'lgan. Avtomobilimizda sizlarning xavfsizligingizni o'ylab yumshoq yostiqchalari ham mavjud. Undan tashqari qolaversa, panoramli luk bo'ladi. Juda ham katta, komfort dizaynda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz. Mana bu tugmalarimiz haqida alohida gapirib o'tishimiz shart. Oynalarni ko'tarib tushirish ligrovkalari hammasi elektronli bo'ladi. Sidinalarimiz ham elektronli, Mers dizaynda ishlab chiqarilgan, Sony akustika bilan jihozlangan. Undan tashqari голосовой управление ham mavjud avtomobilimizda. Avtomobilimizda orqa qismlariga kelsak, juda ham katta, kengish, komfort qilib ishlab chiqarilgan. Orqalarida ham sidina abagriflari mavjud. Bu avtomobilimiz oilaviy yoki do'stlar bilan aylanishga chiqqanda juda ham komfort dizaynga ega. Orqa sidinada o'tirganda ham 3 kishi обязательно bemalol o'tiradi, hech qanaqa qisilmasdan. Undan tashqari orqalarida ham barlari mavjud, podstakanchiklari mavjud. Bu avtomobilimiz 1.5 lik turbina gibrid avtomobilimiz 6-7 sekundda 100 ga chiqadi. Bu avtomobilimiz tezligiga qaramasdan rasxodlari ham juda ham ekonomikli. Tokda o'zida 150-120 kilometrgacha harakatlanadi. Bor yo'g'i benzin rasxodi 4 litr bo'ladi. Benzinda yurgan holatida ham mashina o'zini o'zi quvvatlab ketadi gibrid bo'lganligi uchun. Do'stlar, sizlar bilan oldi dizayni haqida tanishtirib o'tdik. Endi orqa dizaynlari ham bilan tanishtirib o'tamiz. Orqa dizayniga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratni Euro klassda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz. Sensorli datchiklari mavjud. Undan tashqari qolaversa,
Avtomobilimizni zaryadka qilishda uyingizda 220 volt bilan zaryadka qilish ham mavjud. Avtomobilimizning orqa faralariga kelsak, kechqurun tumanda yurganlaringizda ham xrustalniy LED faralar bilan ishlab chiqarilgan, uzoqdan tez ko'zga taylanadi. Xo'sh, aziz do'stlar, bu yangi chiqqan avtomobilimizning narxi 364 million 900 ming so'm bo'ladi. Xohlagan rangingizdan bir kunda xarid qilib ketish imkoniyatiga egasiz. O'zingizni qiziqtirgan qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta biz sizlar bilan bog'lanamiz. Hammangizni Cherry Samarqand yangi zapchast bozorida kutib qolamiz.